Assalomu alaykum hammaga. Bitta narsa ko'rsataman sizga. Chorva dorilar. Mana. Ichida silos, sinash, makka don hamma narsani o'lchaydi. Bu quruqligini, necha foiz quruq modda, necha foiz namligini aniqlab beradigan apparat. Buni bitta juda katta yomon tomoni bor-da. Made in Israel. Mana. Juda zo'r apparat. O'zimcha men buni Izraelda ishlab chiqarilgan ekan, bunga boykot e'lon qilaman degandim. Lekin o'ylab qarasam, buni o'rin bosari bizda yo'q. Shunaqa narsalarni ixtiro qilyapti izraelliklar, biz lekin hali ularga yetishimizga ancha yillar bor. Shuning uchun majburmiz buni ishlatishga. Chorvachilikda kerak bo'ladigan asosiy instrumentlardan biri.